Yilni boshdan Zolotoy Korona o'zining qonli qamchisini chiqardi. Zolotoy Korona O'zbekistondan qarzini undira oladi. Majburiy ijro byurosi orqali undirib oladimi Muzaffar? Nima qilay? Meni deport qilishlari mumkinmi? Men Rossiyada yuribman, uyimga xat boribdi. Dadam bilan onamga to'xtovsiz, tinimsiz telefon qilib bezovta qilishyapti. Juda ko'p fuqarolar menga shu ko'rinishdagi xatlarni yuborishyapti. Siz chegaradan chiqib keta olmaysiz. Zolotoy Koronadan qarz olib O'zbekistonga ketganlarni даже uygacha borishyapti ekan. Yoki qanaqadir karta oformlayot qilishingizga bu Zolotoy Koronani hech qanaqa daxli yo'q. Rossiyada olingan mikroqarzlar O'zbekistonda qanday undirilishini bilarmidingiz? Videoda ana shu haqida gaplashib o'tamiz. Hozir Rossiyada ishlayotgan yoki ishlab qaytgan ko'plab vatandoshlarimiz bir xil masalaga duch kelmoqda. Zolotoy Koronadan xat kelgan, Strana Expressdan xat kelgan, Malbulakdan qo'ng'iroq bo'ldi va hokazo. Va savol: bu qarz masalasi endi nima bo'ladi? Dastlab aytishimiz kerakki, jarayon allaqachon huquqiy bosqichga kirgan va aksariyat hollarda sud jarayonlari ketmoqda. Banklar va mikromoliya tashkilotlari, jumladan Zolotoy Korona kabi ishlaydigan tizimlar ham odatda bir xil yo'lni tutadi. Avvalo telefon bo'ladi, keyin SMS, xat, ogohlantirish keladi. Ko'pchilik shu bosqichni ko'rib o'rgangan. Lekin endilikda sudga hujjat topshirish, sud qarori, ijroga o'tish, cheklovlar va hatto mamlakatimizdagi vatandoshlarimizning uylariga ham xatlar kelishi boshlandi. Xo'p, endi nima bo'ladi? Zolotoy Korona qarzlarini MIB orqali undira oladimi yoki pullar vatandoshlarimizning bank kartalaridan to'g'ridan-to'g'ri yechib olinadimi? Keling, endi Rossiyada olingan mikroqarzlar O'zbekistonda qanday undirilishi mumkinligining huquqiy tartibini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilikni xavotirga soladigan narsa yuqorida aytganimdek go'yoki Rossiyadagi tashkilot, masalan Zolotoy Korona tizimi bilan bog'liq kreditlar O'zbekistonda ham bir zumda kartadan yechib olinishidir. Buni boshida aniq aytishim mumkinki, Rossiya tashkiloti O'zbekistondagi kartangizdan to'g'ridan-to'g'ri pul yechib olmaydi. Buning huquqiy mexanizmi boshqacha ishlaydi. Birinchi bosqich Rossiyada sud. Agar qarz bo'yicha to'lovlar to'xtasa, kreditor tashkilot Rossiyaning sudiga murojaat qiladi. Sud ishni ko'radi va qaror chiqaradi. Sud qarorisiz majburiy undirish bo'lmaydi. Telefon qilishlari mumkin, xat kelishi mumkin, ogohlantirish bo'lishi mumkin, lekin majburiy undirish sud qarorisiz boshlanmaydi. Ikkinchi bosqich Rossiyada ijroga urinish. Sud qarori chiqqandan keyin u ijroga yo'naltiriladi. Agar qarzdorning Rossiya hududida mol-mulki, rasmiy daromadi yoki hisob raqamlari bo'lsa, odatda undirish avval o'sha yerda amalga oshiriladi. Ya'ni tizim birinchi navbatda qarz chiqqan davlat hududida ijroni ta'minlashga qaratiladi. Uchinchi bosqich O'zbekistonda tan oldirish. Agar Rossiyada ijroni ta'minlashning imkoni bo'lmasa yoki qarzdor O'zbekistonga qaytib kelgan bo'lsa, kreditor keyingi yo'lni ishlatadi. Ya'ni Rossiya sud qarorini O'zbekistonda tan oldirishga urinadi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida sud qarorlarini tan olish mexanizmini nazarda tutadigan bir qator hujjatlar bor. Masalan, 1993-yilgi Minsk konvensiyasi va 2002-yilda imzolangan Kishinyov konvensiyasi. Unda MDH davlatlari o'zaro sud hujjatlarini tan olish va ijroga yo'naltirish tartibini belgilab qo'ygan. Lekin bu jarayon xamirdan qil sug'urgandek silliq kechmaydi. Zolotoy Korona kabi mikromoliya tashkiloti sizning kartangizdan pul yechib olish uchun xalq tilida aytganda ad-dushiy harakat qilishi kerak. Jarayon quyidagcha bo'ladi. O'zbekiston sudiga murojaat qiladi, Rossiya sud qarorini tan olishni so'raydi, sud hujjatlarini tekshiradi, asos bo'lsa alohida ajrim chiqaradi. 4-bosqich MIB, ya'ni majburiy ijro. Mana shundan keyin jarayon O'zbekistonda real ijroga o'tadi. Ya'ni ijro ishi ochiladi va ish majburiy ijro byurosi orqali yuritiladi. Shu bosqichga kelmaguncha kartadan ushlab qolish yoki mol-mulkka qaratish haqida qayg'urmasangiz ham bo'ladi. Agar ish MIB bosqichiga o'tsa, shundan keyin hisob raqamlardan va kartalardan ushlab qolish, mol-mulkka qaratish, rasmiy daromaddan ushlab qolish kabi choralar qonuniy tartibda qoplanishi mumkin. Endi yana bitta muhim jihat bor. Internetda tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi vatandoshlarimizga Zolotoy Koronadan qarzlarni undirish uchun O'zbekistondagi banklar nomidan ham xatlar kelayotgani aytilmoqda. Buning oqibatida O'zbekistondagi ayrim banklar Zolotoy Korona yoki boshqa Rossiyadagi tashkilot nomidan qarzni undirib beryapti degan xulosa hosil bo'lishi ham mumkin. Ammo bu xulosa katta ehtimol bilan noto'g'ri. Sababi, birinchidan, O'zbekistondagi bank boshqa davlatga kreditor o'rniga o'tib, sen falon joydan qarzdorsan, hozir to'la deb talab qo'yishga vakolatli emas. Agar bank bilan o'sha kreditor o'rtasida ikki tomonlama aniq va qonuniy shartnoma bo'lmasa, bankning sizdan boshqa tashkilot qarzini talab qilishga, bosim qilishga, xat yuborib undirishga umuman haqqi yo'q. Bank kollektor emas. Bankning vazifasi moliyaviy xizmat ko'rsatish. Agar bank o'zini qarz undiruvchi roliga o'tkazib olayotgan bo'lsa, bu holat
huquqiy savol tug'diradi. U buni qaysi asosda qilyapti? Qanday hujjatga tayanyapti? Vakolati bormi o'zi yoki yo'qmi? Shuning uchun bunday vaziyatda avval huquqiy asosni so'rash kerak bo'ladi. Ikkinchidan, shaxsiy ma'lumotlar masalasi ham bor. O'zbekistonda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha talablar mavjud. Bank mijozning manzili, telefon raqami, pasport ma'lumoti, hisob raqami kabi ma'lumotlarni uchinchi tomonga shunchaki berib yubora olmaydi. Bu ma'lumotlar ko'pincha bank siri doirasiga ham kiradi. Ya'ni Rossiyadagi biror tashkilot mana bu odamning telefonini, manzilini, hisobini ber desa, bankda buni berishga huquq bo'lmaydi. Istisno qachon bo'ladi? Bunday ma'lumotlar odatda faqat qonunda nazarda tutilgan tartibda, masalan, vakolatli organlar talabi yoki sud hujjati doirasida so'ralganda taqdim etilishi mumkin. Ya'ni telefon qilib so'rash yoki xat bilan so'rashning o'zi bank uchun huquqiy asos bermaydi. Uchinchi muhim nuqta: agar sizga O'zbekistondagi qandaydir tashkilot nomidan yoki bank nomidan xatlar kelayotgan bo'lsa va u xatda sud ajrimi, rasmiy ijro hujjati, aniq rekvizitlar bo'lmasa, buni avtomatik haqiqiy qarz undiruvi deb qabul qilish kerak emas. Chunki hozir qo'sh tirnoq ichidagi trend ortidan soxta xatlar, soxta talabnomalar, firibgarlik bosimi ko'paydi. MIBdan, suddan, bankdan deb yozib, odamni shoshirtirib qo'yishyapti. Xullas, siz bilishingiz kerak bo'lgan bu joydagi qoida bitta. Rossiyadagi qarz O'zbekistonga o'zi kelib qolmaydi. U bank xati bilan ham sakrab o'tmaydi. Agar O'zbekistonda real ijroga o'tadigan bo'lsa, bu faqat huquqiy yo'l bilan. Sud qarori, O'zbekistonda tan oldirish, ijro hujjati va MIB zanjiri orqali keladi.